Do'stlar, qaranglar, qishda mana shu stol va stullar nech puldan sotilyapti, shuni bilish maqsadida Oltinko'lga kelgan edim. Qaranglar, haqiqatan chiroyli mana bunaqa Monika qoplamali stol va stullar sotishyapti. Narxi bozordagidan ancha arzon. Chunki videorolikni ko'rsangiz, o'zingiz bilasiz. Bu yerda ko'ryapsiz, rasvetkalar har xil, undan tashqari mana bu yerda yong'oqdan yasalgan har xil fasondagi stol va stullarni ko'ryapsiz. Demak, bizni qiladigan ishlarimiz mana shularning hammasini narx-navosi bilan tanishtirib chiqishdan iborat bo'ladi. Demak, azizlar, videorolikni boshlaymiz. Men undan avval adres bilan tanishtirib o'taman. Adres Andijon viloyatida Oltinko'l tumani. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa, bittadan like tugmachasini bosib qo'yinglar. Mana esa videorolikni boshladim. Ma'murjon, Assalomu alaykum, Rustamjon aka, Shukrabs aka. Yaxshimi? Zo'r, Allohga shukr aka. Hammasi endi ishlab chiqarish mana shu uyda. O'zingiz ishlab chiqarish ustamiz aka, oilaviy tadbirkorimiz aka. Hozir necha xil materialdan ishlab chiqarasiz? Aka, 2 xil materialdan ishlab chiqaryapmiz hozirgi kunda aka. Bugungi kunga qarab aka, 2025 yaxshi aksiya qilib beramiz, xudo xolasa, mijozlarga. Zo'r. 2 xil. Demak, lestoy yog'ochi hamda yog'ochda, yong'oq yog'ochi tayyorlab beramiz. Zo'r. Eng arzon stul. Eng arzon stolimiz aka, mana stolimiz bo'ladi. Listvada Versace deyiladi aka. Mana shu holatda bo'ladi aka. Versace stul. Materiali mana bunisi qanaqa? Aka, bular sidina spikasi kelgan, Xitoy materialda bo'lgan. Lestoy yog'ochdan qilingan. Lestoy yog'ochda orqa taraflar kobra poson qilib ishlangan aka. Xo'p. Nech pul turadi bu? Aka, buni donasi 170 ming so'mdan aka. Do'stlar, mana shunaqa stulning narxi 170 ming so'm, shuning uchun ekranga yozib qo'yilgan 170 ming so'mda bilib oling degan ma'noda. Bundan seropa? Bundan serop hozir joyimiz kichkinalik hisobiga aka, komplet terishga ulgurmadi aka. Mana shunaqa stollari bilan mana komplet qilib ham qo'yib ham beraveramiz, mana shu holatda bo'ladi aka. Zo'r, do'stlar, mana shu inson shularning hammasini ishlab chiqaradi. Biz esa hozir bir chekkadan narx-navosi bilan tanishib o'tamiz. Qaysi biridan boshlaymiz? Aka, xudo xolasa chekkadagidan boshlaymiz. Birinchisidan, ha? Birinchi qatordan. Lestoy yog'ochdan qilingan. Lestoy rossiya yog'ochdan 100%. Zo'r. Stolini razmeri? Stolini razmeri 275 ga 110. Xonlari xon taxta bo'ladi aka. Mana shu holatda bo'ladi. Tayin ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana buni yotqizilganda xon taxta bo'ladi. Ustunlarni olib tashlab, ko'rpacha solib o'tirsa bo'ladigan bo'ladi. Bo'ladi. Peshxon deyshadi. Peshxon bo'ladi. Hop, taglarini ko'ryapsiz. Bu unaqa nima deydi? Laminat, displaminat deyiladi aka. MDF laminatdan displaminat. Mana bu esa lestoy. Ya'ni lestnitsa yog'ochi. Material qanaqa mana bu? Xitoy aka. Xitoy. Endi qarang, stulining narxi necha pul? Aka, buni stolimiz donasiga keladigan bo'lsak, 270 ming so'mdan qilib beramiz. Optim narxi aka. 270 ming so'm baland ekan lekin. Surxondaryo, Samarqand, Buxoro, Xorazmga boray. Bor dastlabki. O'zbekiston bo'lib dastlabkilar bor aka, kelishilgan holda aka. Juda zo'r. Qarang, endi 12 ta stuli bilan stolining narxi. Aka, bu stolimiz komplet holatda 3 million 600 ming so'm aka. 3 million 600 ming so'mga mana shu hammasi beriladi. Beriladi. Oltinko'ldan jo'natiladi. Oltinko'ldan kelaversa Oltinko'lga ham sotiladi. To'g'ri. O'zimiz sotiriladi. To'g'ri. Keyingisini ko'ramiz. Boshqacha rangi korичневый. Bu korичневый svetda bo'lgan aka, mebelniy svet deyiladi aka. O'lmaydigan svet aka. Bemalol ko'rsataverasiz aka. Bu ham shunaqa narxdami? 270? Yo'q, bunimiz jicha arzonroq aka. Bu bilan buni farqi bor aka. Hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz farqini. Hop, narxi necha pul aka? Buni komplet holati aka 3 million 200 ming so'm aka. 3 million 200 ming so'm. Do'stlar, bozordan sotib olasiz-ku. Uni qanaqa ishlangan bilmaysiz, lekin mana bu usti o'zi ishlab chiqargan lestoy yog'och deyiladi, xuddi shunaqa yog'ochdan yasalgan materiallar hammasi zo'r. Xo'p, endi qani solishtiraylikchi? Mana aka, bu bilan buni farqi ozroq qilib ko'rsataveramiz. Mana aka. Ha, aytgancha anu baland. Bu bo'ylari ham baland, spinkasi ponni spinka. Bu oyoqlari ham katta, men unga qaraganda nisbatan katta bo'ladi mana. Bu zo'r. Ha, buni kraskasi, toza kraska, mana o'zimiz qo'lda podbor tayyorlagan. Mana bu 270 ming so'm. Mana bu 270 ming. Buni donasi 230 mingdan aka. 230 ming so'm. Hop, buni bitta komplektida 12 ta nech pul turadi? 3 million 200 ming so'm qilib beramiz. 3 million 200 ming so'm 12 ta stul hamda mana bu peshxona bilan birgalikda, ya'ni xon taxtasi bilan birgalikda. Undan tashqari siz nechtalikdan boshlab nechtaligacha yasaasiz? Aka, bu eng kichkinasi aka, 12 talik.
Buni 14 talik, 16 ta, 24 ta ketaveradi aka. Ketaveradi? Ha, uyini razmeriga qarab biz nechta stol ketishini aytib beramiz aka. Uyni razmerini tashlashsa, yasab jo'natasiz. Yasab, shu uyini Yoki aboyni kelib rangini hamma tashlasa chiroyli qilib yasab beramiz. Juda zo'r, gap yo'q. Bu keyingisi aka bu. Keyingisini ko'ramiz mana buni. Lestoy yog'ochi, Oq maloshni ishlangan. yog'ochni oq Bu rangda. ham lis va rossiyskiy yog'ochda bo'ladi. Mana. Juda zo'r tugmalari ham yarashib turibdi o'ziga. Xo'p, stuli qancha bor? Buni stoli ham aka 230 ming so'm. 230 ming so'm ekan. Komplekt shuni 3 million. 3 million 200 ming so'm aka. Taglarni ko'rsatamiz mana. Do'stlar, agar like bosmagan bo'lsangiz, qizg'onmasdan bosib qo'yinglar. Xo'p, mana buni endi yong'oq boshlanyapti. Bunimiz yong'oq posonimiz aka. Yong'oq fasoni qaranglar, qanday chiroyli. Bu ishimiz aka chempion deyiladi aka. Chempion. Chempion stullar. Juda go'zal. Razmeri necha buni? 320 ga 120 aka. 320 ga 120. Onlar on taxti bo'ladi. Mana buni domboligini qarang, qanaqa material Xitoy. Aka, to'g'ri gap, YouTube'da har xil odamlar video qo'yaveradi aka. Hamma har xil gapiradi. Bizda chestniy gapiriladi aka. Bitta ish qilinadi. CDN speaker kombinatsiya qilib ishlaganmiz aka. Ikkovi ham materiali Xitoy materiali aka. Turetskiy material emas. Rostini sotilavergan yaxshi aka. Lekin Xitoy ham yaxshi material ishlab Xitoy ham yaxshi material ishlab chiqaradi aka. Turkiya bilan tepshaveradi. Tep-tep aka mana. Xitoy yomon material bor, yaxshi material. Yaxshisini qo'yamiz, Xitoyda yaxshisini qo'yamiz aka. Originalni qo'yamiz aka. Juda zo'r qaranglar. O'tirsangiz turgingiz kelmaydi-da, zo'r. Mana bunisi peshxonga aylanadi. Peshxonga aylanadi mana. Buni ham yotqizilsa bo'laveradi. Ko'tarsa yotadi. Chekkalari ham o'ziga yarashgan gullar bilan birgalikda. Joziba qilib ishlangan aka. Aka bu kombinatsiya qilib ishlangan. CDN speaker addenni bo'lgan. Machalkalari ham aka ko'rsatib 12 sm plotniy aka. Baland ekan haqiqatdan. 9 sm emas aka. Stulini o'zini ish bilan beramiz. Buni stolini o'zi 500 ming so'm aka. 500 ming so'mdan qancha kerak bo'lsa do'stlar sotib olaverasiz stulida. Xohlasangiz mana bu 12 talik qancha turadi? 12 taligimiz 6,5 million so'm aka. 6,5 million so'm. Mana shu turishi 6,5 million so'm. Hammasi 6,5 million so'm. Juda zo'r. Xo'p, endi ana shu stulni bir orqa tarafini mana aka. Orqa tarafi pardali qilib, broshka qilib tayyorlaganmiz aka. San'at asari. Uyni remontiga, aboyiga moslab, moslab, ketaveradi aka rangi. Xohlagandan shampan gold qilib chiqarib beraveramiz. Buni rangi aka shampan svet aka. Lekin nomi chempion. Nomi chempion bu aka. Stullarning chempioni. Stullar chempioni. Endi bizda hozir yong'oqdan yana boshqa stullar bor. Mana bu yerda qaranglar. Sizlarni nimalar kutyapti? Ozgina tushyapti quyoshga. Lekin zo'r ko'rinadi shunda. 12 talik ha? Bu ham 12 talik aka. 12 talik. Uyga zo'r yarashadi, uyga zo'r ko'rk beradi. Yong'oqdan yasalgan orqa taraflarini ko'ryapsiz. Juda zo'r dizayn. Hamma joy yong'oq, lekin bu yong'oq emas, bu rossiyskiy. Bu rossiyskiy laminat. Display laminat. Bu ham peshxon bo'ladi aka. Zo'r. Stoli 500 ming so'm. Ha, bu ham stol 500 ming so'mdan. Ha, buni stolining rangi shampan emas, gold shampan aralashgan kombinatsiya qilingan kraskalar. Chempion ham. Chempion bu ham aka. Chempion. Chempion stullar. Qancha turadi endi Oybekxon? Aka bu hozir videoda adashib ketdik. Bunimiz 14 kishilik aka bu. Zakazga tayyorlangan bu hammasi aka. 12 tali devorda adashib ketdik. Bu 14 kishilik. Bunimiz aka 7,5 million so'm chiqadi aka, 14 kishilik aka. 7,5 million so'm. Boyaga ana bu 12 talik edi. Ha, bu 12 taligi. Bu esa 14 talik. 14 taligi. Kimgadir kerak edi 14 talik. Kerak bo'lsa 20 talik qilib yasalgan. 20 talik ham, 16 talik ham, 24 talik yasab beramiz aka. Juda zo'r. Yana bitta chempion yasalgan. Chempion. Qoplama posan aka bu. Kimdir ponni mягкий so'raydi aka, kimdir shunaqa holatda so'raydi aka. Kubraga ham o'xshab ketadi. Ha, kubraga o'xshab ketadi aka. Mana bu materialni qarang. Bu ham materiali Xitoy aka. O'tirganingiz orqa tarafingiz yumshoq turadi. Yumshoq turadi. Juda zo'r. Bulardan aka yong'oqlarimizning hammasini sidinasi aka machalka 12 sm bo'lgan aka. Andijonlik, oltinko'llik ustalar dahshat rivojlanyapti. Nech bilan endi buning donasi? Aka buni donasi 550 ming so'm aka. 550 ming so'm. Nechtalik dedingiz? 12 talik aka. 12 talik. Adashmaylik endi. Qancha turadi endi? Aka 6 million 800 ming so'm bu aka. 6 million 800 ming so'mga 12 ta stul hamda mana bu stoli bilan birgalikda. Dastavkasi bor. Dastavka bor. 12 viloyatga dastavkamiz bor. Andijon bo'ylab besplatniy, boshqa viloyatlarga pullik.
orqa taraflari. Orqa tarafi. Haqiqiy yong'oq aralashtirilmagan. 100% yong'oq. Boshqa material aralashtirilmagan. Hozir mana shu stullar necha kilogramm yukni ko'taradi mana stullar. So'cha og'ir insonlar. Aka 150 kilogacha ko'taradi. 150 kilo. Zo'r. Hop, endi mana buni ko'ramiz. Qaranglar, mana buni. Bu ham Cobra Pason 3D deyiladi aka. Tumbalari simala tumba aka. Simala. U sinmaydi degani, bu chirimaydi degani. Chirimaydi degan. Simala. Qattiq plasmassa. Hop, bu ham yong'oq-a? Bu ham 100% yong'oq aka. Zo'r. Yong'oq. Juda zo'r. Razmeri mana buni 320 ga 120 aka. 12 ta stul. 12 ta stollari bilan komplekt holatimiz aka. 8,5 million so'm chiqadi. 8,5 million so'm hozir ekranda tomosha qilayotgan komplektning narxi. Juda zo'r. Chunki qimmatli sababi aka, buni nimaga qimmat deyish mumkin? Old oyoqlari 3D aka. 3D. Oyog'i simala bo'lgan aka. Shuni hisobiga juda qimmatli edi aka. Ha, ikkita oyoq simala. Ikkita oyoq simala bo'ladi. Chunki boya aytganimdek chirimaydi bu, umuman sinmaydi. Mana bular shu old oyoqlar 3D holatiga pul qo'shiladi, shuning uchun juda qimmatroq chiqadi aka. Mehnat qo'shimcha narsalar ketganda. Qo'shimcha narsa. Hamma yo'q qo'shimcha bo'lgan bundan. Orqa tarafini ko'rsataylik. Orqa taraf aka. Orqa tarafi. Pardali qilib, brosha qilib tayyorlab qo'yganmiz. Mehmonxonaga zo'rda bu. Uy mehmonxonasiga. Chiroyli narsa. Do'stlar, qaranglar. Qaysi stol ustul yoqqan bo'lsa, eslatib o'taman. Ustana nomeri mana bu yerda turibdi. Telefon qiling, gaplashing. Любой joyga dostavkasi bor. Qo'shni davlatlargacha. Qo'shni davlatlarga ham bor aka. Hozir aka bu ishimiz Qirg'iziston, Qozog'istonga kargolar bor aka. Chiqarib yetkazib beramiz. Kargogacha olib borib beramiz aka. Zo'r, ana. Xuddi uyingizga yetib boradi bu. Zo'r. Do'stlar, endi 20 talik, 20 ta stullarga ega lestvoy yog'ochdan yasalgan katta komplekt. Katta komplekt. Bu 20 kishiligimiz Qashqadaryoga zakazga tayyorlab berganmiz. Zakaz bo'yicha. Ha, bu zakazga. Bu yerda ishlarda hammasi aka zakazga. Ha. Bundan tashqari yana boshqa katalogda rasmlar ham bor-a? Bor aka, hozir nomer aytamiz aka. Nomerda Telegram, WhatsApp hamma narsa bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Agar mobodo telefoninglarni ola olmay qolsak, Telegram, WhatsAppda murojaat qilaverasizlar, javob qaytaramiz. Telegramda gruppa yoki kanal bormi? Kanalimiz bor. Nomini? Andijon stol stul. Andijon stol desangiz Telegramda chiqargan. Endi buni komplektni qancha narxi? Bu komplektimiz 20 taligimiz komplekti 5 million 800 ming so'm aka. 5 million 800 ming so'm. 20 talik ham kichkina, kerak bo'lsa 24 talik qilib asab berishadi. Zo'r. Bo'lmasam ishlayotgan nomerlaringiz aytingchi. Ishlayotgan nomerimiz 99lik 438 35 52. Yana bittasi 94lik 008 35 52. Pastda shu nomerlarga murojaat qilaverasizlar bemalol. O'chmaydi u nomerlarimiz. Gap yo'q. Biz ham xuddi shu nomerlarni eslatib o'tamiz, yozib qo'yganmiz ekranga, telefon qiling, gaplashing. Mana esa ko'rsatuvni shu yerda yakunlayman. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.